Assalomu alaykum. Bugun mana Surxondaryoda Phoenix bir sariq bulg'or qalampirlar ekilgan joyga keldik. Ya'ni kupsimon sariq bulg'or qalampiri Alfa Agro jamoasidan taqdim etilgan. Furqat akam ekkanlar buni issiqxonalarda 1 gektar maydonga ekilgan. Hozir ko'rib turibmiz. Paleylar juda baquvvat. Va Furqat akam bu yerda issiqlikni ko'rib turibmizki, termizlar orqali va juda katta xarajatlar qilmagan holda yetishtirganlar. Paleylarimiz juda baquvvat, yaxshi hosil bergan. Hosildorlik juda joyida, mana ko'rib turishingiz mumkin. Va salqin havolarda ham yaxshi pishib yetilmoqda. Va bozorgirligi bo'yicha ta'kidlab o'tdilar. Bozorda ham yaxshi narxlarga sotayotgan ekanlar. Qizillardan qimmatroq ketyapti dedilar. Va viruslarga kasallanish holatlarini kuzatmadik. Ya'ni kasallanish yo'q. Juda yaxshi natijalar ko'rsatib turibdi. Va bilamizki, namuna Surxondaryoda yerlarimiz qum yerlarga ekilgan. Demak, biz buni yaxshi turpoli yerlarda ekkanimizda yaxshi natijalar kutamiz. Xudo xolasa, bundan yaxshi natijalarga erishsa bo'ladi. Va bilamizki, sariq bulg'or qalampiri boshqa bulg'or qalampirlariga nisbatan qimmatroq narxda yuradi. Yana bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak. Bugun 17-yanvar 2026-yil. Phoenix bir quyosh kam qish havolarida ham juda yaxshi natija berib kelmoqda. Havoning salqinligiga qaramasdan va bulutli kunlarga qaramasdan rang olish jarayoni o'z vaqtida ketmoqda. Tavsiya qilib qolamiz Alfa Agro jamoasidan Phoenix F1 ekishinglarni, sariq bulg'or qalampir ishqibozlari va sariq bulg'or qalampir ekib yuradigan, ekish maqsadida bo'lgan insonlarga tavsiya qilib qolamiz. Ekinglar, baraka topinglar. Phoenix F1